Barot kechangiz muborak bo'lsin. Bugungi darsimizda Barot kechasi qaysi kunga to'g'ri kelishini, Barot kechasida tutiladigan roza va roza vaqtlari haqida batafsil gaplashamiz. Barot so'zining ma'nosi. Barot so'zi arab tilida ozod bo'lish, najot topish degan ma'nolarni anglatadi. Bu kechaning Barot, ya'ni najot topish, ozod bo'lish kechasi deb nomlanishiga asosiy sabab, unda Alloh taoloning rahmati sababli behisob insonlar do'zaxdan najot topadilar. 2026-yilgi Barot kechasi va roza kunlari. Barot kechasi 2026-yilning 2-fevralidan 3-fevralga o'tar kechasiga to'g'ri kelmoqda. Shu munosabat bilan 3 kun davomida roza tutish tavsiya etiladi. 1-fevral, 2-fevral, 3-fevral. Toshkent vaqti bilan og'iz yopish va ochish 1-fevral misolida. Og'iz yopish, ya'ni saharlik 06:14 gacha belgilangan. Ehtiyot chorasi. Toshkentning turli joylarida vaqt farq qilishi mumkinligini inobatga olib, 10-15 daqiqa oldinroq og'iz yopish tavsiya etiladi. Og'iz ochish, ya'ni iftorlik, shom namozi vaqti kirganiga va masjidlarda azon aytilganiga e'tibor berish lozim. Boshqa viloyatlar. Viloyatlar-aro vaqt farqini jadval asosida inobatga olish zarur. Roza niyatlari. Saharlik niyati. Sha'bon oyining nafl rozasini subhdan to kun botguncha tutmoqni niyat qildim. Xolis Alloh uchun. Allohu akbar. Iftorlik niyati duosi. Iftorlik uchun maxsus duo shart bo'lmasa-da, ko'ngildagi niyatlar yoki quyidagi duoni o'qish mumkin. Ey Allohim, ushbu rozamni faqat sening uchun tutdim va senga iymon keltirdim va senga tavakkal qildim va sening bergan rizqing bilan iftor qildim yoki qilaman. Ey gunohlarni afv qiluvchi Alloh, mening avvalgi va keyingi gunohlarimni mag'firat aylagin va yorlaqagin. Yordam kerak bo'lib qolsa, har oy nega borib davolanib turadi. Sizga nima yordam kerak bo'lyapti? Doktorga yotib turadilar. Doktorga yetishmovchilik bo'lib qoldi. Qo'llarni bukilib qo'yamiz, bo'lib. Shunga dorilar oladi, davolanib, banisiga yotib. 10 so'm bo'ladi, 5 so'm bo'ladi. Yo'q, guruhlarga tarqatib qo'yinglar. Bu dunyo foniy dunyo. Bitta odam xafalarga bilan qo'rqadi. Lekin shu bolaga 1 so'm bersak, o'sha 5 so'm pulimiz xafalar bizga yengillik bo'ladi. Ukam uyam to'q ekan-a? Ancha. Savob. Ko'mir akani ham puli yo'q. Ko'mirga puli yo'qmi, jigarim?